Jo'ra, kelganing yaxshi bo'ldi. Bitta ikkita boradigan joylarim bor. Yur, sen bilan birga o'tib kelamiz. Qayerga? 5-6 ta qiynalgan ehson talab oila bor ekan. Ozroq pul, oziq-ovqat degandek hammasini tayyorlab qo'yib. Birga berib kelamiz. Yur, savob bo'ladi-da, Jo'ra. Menga qara. Oxirgi marta o'zingni bolalaringdan qachon xabar olding? Nima qilaman xabar ol. Alimentini vaqtida to'lab turibman. Kayfiyatni buzma. O'zi nega so'rayapsan? Kecha o'g'lingni ko'ruvdim. Xo'p, olib borib beraman. Xo'p, mayli. Amaki. Assalomu alaykum. Iltimos, salfetka oling, salfetka sotyapman. Nimaga bu sovuqda salfetka sotib yuribsan sen? Pul juda ham zarur edi-da, onamga yordam qilmoqchi edim. Salfetka oling. Xo'p, hozir. Va, hammasini ola qol. Bu pul ko'p-ku salfetka uchun. Hechqisi yo'q. Bu senga yetadi. Uylanga bu narsa olgin, tushundingmi? Xo'p. Tez uylanga borgin, shovollab Rahmat, qolmagin. xo'p. Bora qol. Ha, siz shunday bo'ling. Berayotgan alimenting ularga yetyaptimi yo'qmi bilmaysan. Issiq sovuqdan xabar olmaysan. Xotining bilan nega urushib, nega ajrashgansan? Menga qorong'u. Lekin bolalaringda ayb yo'q. Ular begunoh. Ehson qilishing yaxshi. Ehsonning mukofoti ehsondir. Lekin ehsonni ham birinchi odam o'zini oilasidan, farzandlaridan boshlash kerak. Gaping to'g'ri. Yur o'tib kelamizmi? Men bormayman. Jo'ra, hech bo'lmasa meni bolalarimni ko'rgan birga o'tarsan, xursand bo'lib qolishadi. Yur. Unday bo'lsa boraman. Ketdikmi? Yur. Rahmat, Jo'ra.